Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onam uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi parlament binosida yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Bugun Chestaga 2021 yili 8 oyning 10 kuni, ya'ni seshanba. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954 yili 5 oyning 20 kuni tug'ilgan. Opam Sadat Qovdin bo'lsa 1956 yili 8 oyning 21 kuni tug'ilgan. Bular 2017 yili 1 oyning 27 kuni Ilo oblastida bexatarlik saqlash tarmoq tarafidan tutib qochib ketilib, Bo'zdagi kampida qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin yipiq holatda sud etib, opam dadamni muddatlik 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Meningki opam dadamniki qamoq jazosiga hukm qilishning tufki sababi bo'lsa, birinchidan meni o'qishga chiqib, pasportini ishlatib, siyosiy panohlik tilagan, ananiki siyosiy faoliyatlar bo'lgan degan. Ikkinchisi bo'lsa, meni opam dadamniki 2014 yili Turkiyada biz bilan ishkaplik sayohati ko'rishganlik uchun Türkiye'ye badiye degan bahonalar bilan opam dadamni kesib o'tgan. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, mening opam dadam gunohsiz. Mening opam dadamni sen shartsiz qo'yib yetishing kerak. Bularninki hech qanday gunohi yo'q. Men o'qishga chiqishdan burun opam dadamninki tarixiy materiallarini Beyjandagi Shvetsiya konsullik topshirgan. U yerdan hech qanday mas'ul bo'lmag'achqa men hatto Urumchi voqeasi bo'lsa-mu, meniki hech qanday viza ishlarim to'sqinlik uchirmay, menga viza berilgan. Undan keyin Shvetsiyaga kelgan. Bu yerdagi ishlarim bo'lsa, meniki o'zimniki shaxsiy ishlarim. Men har qanday demokratik davlat yashash uchunga qat'iy nazar qanday qilishim bu o'zimniki erkinligi. Shuningga Xitoy hukumatiningki mening shaxsiy ishlarimga aralashib, ota-onamni dastak qilib, meni dastak qilib, ota-onamni kesib o'tishiga men qat'iy qarshi. Shuningga Xitoy hukumati ota-onamni tezdan shartsiz qo'yib berish kerak. Qarindoshlar, Xitoy hukumati vatanimizda lager, turmalarni barpo qilib, xalqimizga irqiy qirg'inchilik qildi. Bizningki chet eldagi o'ziningki yasab chiqargan jasuslar orqali bizning shaxsiy uchurlarimizni egallab, bizningki ota-onamizga tegish qildi. Biz cho'qim Xitoy hukumatiga qarshi turishimiz kerak. Xitoy jasuslarga yaqtishimizni qilishimiz kerak. Erkin fikr yurgizishimiz kerak. Bizningki Facebook'dagi narslarimizga kimningdir bir qo'llashi yoki kimningdir taqatmaslikka qiziqmay, o'zimizning fikrlarini erkin azodi deyish kerak. Baribir bular kirib ko'rdi. Bularga yoki bularga chetilib ketgan do'stlari sizni qo'llamagandek yoki nima qilmagandek bilan baribir sizniki kirib bu narsalarni ko'rdi. Shuningga qarindoshlar, ota-onalar uchun haq yo'lga chiqib, shu Yevropa elleridagi Amerika, Kanada, Avstraliya, Turkiyadagi qarindoshlarimiz o'zining kuchining yetishicha qilyotdi. Uning qaragan chog'da biz birinchi Xudo, ikkinchisi hayotimiz garantiyaga ilingan. Endi bunday bir balaqasan hisob qilmagan chog'da Xitoyniki tutib ketdi yoki unday qildi degan ish yo'q. Shuningga sizlar har qaysi hukumatniki, davlatniki, parlamentning oldidagi bo'shliqdan foydalanib, ota-onalarniki rasmiy ko'tarib chiqib, 5 metrosini naq maydon qilib so'zlab qilsanglar, o'sha atrofda har xil kameralar bor. Qarindoshlar, bir kun olmay bir kun chaqirtsizlar. Tunugun bir media bilan gaplashib qo'ydim. Men ularga shart qo'ydim. Men mushtaq ahvollarga uchirdim desam, "Ohoy" dedi. O dakatda bu iliq meni qo'ygan nima dedim, jasus nima dedim. Nimalar qilgan bo'lsa, mushni sen bera olsang, men chiqma, bo'lmasa faqat ota-onamning ichi 3 yil chiqmayman dedim. Shuningga men biz muloyiza qilib, bu bak cho'ng xabarga buni taqib tushligimiz nim qilib kelamiz dedi. Shuningga men bu yo'lga chiqqan ekanman, hech qanday narsadan qo'rqmayman. Ota-onam uchun, zulm chekayotgan xalqim uchun
dunyoga haqiqatni anglitishim kerak. Chunki mening qo'limda isbot bor. Men bu xabarlarni portlatib qo'yib, chiqib qo'yib, hukumat yoki Shvetsiya bexatarlik idoralari meni izlab kelsa, uydidan chiqa olmaydigan ishni qilmayman. Shuningga men endi mediachilarga o'zimniki talablarni qo'yaman. Mediachilarga men o'zimniki erkin fikr qilishimni, bizniki da'vo ichidagi ba'zi bir nohaqsizliklarni hammasini qo'rqmay deyishim kerak. Chunki mening qo'limda dalil isbotlar bor. Agar bir yerdan menga hujum yoki bir yerdan menga psixik urush qilma, sotqa berma desanglar, basanglar bo'laverdi, basanglar bo'laverdi. Meniki uyimga xat kelgan chog'da men xatni ko'tarib, siz bilan sotda bo'lsam bo'ldi. Meniki dadim ota-onam bo'lganlik uchun men ota-onam deb chiqdim. Men chunki bu yer kechikishimga birinchi sabab adamniki tuqqanlarimniki meni to'sib olganligi. Uningki adam yo'q bo'lib ketdi. Men xabarsiz qoldim. Undan keyin opam dadamniki kesilganini angladim. Adamniki yetib chiqqanini angladim. Undan keyin meni mishadiki da'vo ichidagi bir odam shunda meniki narsalarimdan foydalandi, hissiyotimdan hatto meni eng oxirida berib Xitoy konsuliga konvertning ichiga bir narsani Amerikadan akab berganligi, mishadiki Xitoy ona bolalarning narsa ekanligi, mushuni qilsam menki viza olaydiganligim, oldi bilan ovminga borgan qarindoshlar, men vijdonsiz bo'lgan bo'lsam, men bir pulg'amroq inson bo'lgan bo'lsam, men bir to'qipoq inson bo'lgan bo'lsam, men ovminga berib adam 12 yil ko'rmagan odamni ko'rib olatdim. Men o'zimningki nafsini cho'g'tatgan bo'lsam, men Xudodan qo'rqmagan bo'lsam, men xalqimga yuz kelmaydigan ish qilma. Agar men vatanning ichiga kirib chiqib, shirkat ichib qo'y, kartanga pul kirib, men har xil imtiyozlar kelgan, men qilsam bo'ladi. Lekin men miyaga chiqib, jinimni olqonga qo'yib turib, men sizlarga so'zlab beryapman. Men necha kunlarga bizga cho'ng ishlar bo'ldi, to'g'ri. Lekin undaq kichik narsalarni tutib olib turib, hujum qilyotdi, mundaq biz uzundan bir ashta kichik nuqtalarga diqqat qilmay, ashundaq oltindan teshini nafsdan hal berilgan insonlarimizni Xitoy hukumati oldiga chiqarib qo'yib, bizning kallamizni yuyib, bizga yo'q bo'lgan narsalarni qilib, chunki sen buningga rozi bo'lishing kerak. Biz yahudlardan emas desa, sen ota-onangning yetayotganiga shukr qilishing kerak. Sen ota-onangning yetishi ashada uncha cho'ng ish emas, sen yer yaxshi yashayapsan degandek gap. U meningki puchilnayotgan, zardab bo'layotgan qalbimga ig'ir tekkanlik uchun men chiqib so'zildim. Meningki nimda fikr qilish, so'zlash huquqim bo'lmaydi. Meningki nimishga undaq gap qilish yoki meningki nimishki bir ishlarni qilish huquqim bo'lmaydi. Meningki men mishay chiqayotgan oyog'i Facebook'imda nurg'un Shvetsiyada ishlaydigan tashkilotning boshliqlari va yoki boshqalar bor. Bularning ideyasida faqat demokratiya, qonun, undaq degan narsalar yo'qki. Dunyo qurqurutidagi atrofidagi xo'jayinlardan qo'rqib, mening bir tal narsam ya bir tal yurak berolmaydi, ya bir tal narsamni taqitolmaydi. Mushu insonlardagi insoniy parvarlikmi? Mushu da'vodagi to'g'ri yo'lmi? Qarindoshlar so'zilsak so'zildi deydi. Biz so'zilsak bu narsani so'zlab tugatamagan darajada nohaqsizlik ishlar bekchi. Ondan keyin meni boshqalarga hujum qilding, o'bo deydi. Mening videoimni siz to'liq peshindan oxir ko'rib chiqing. Men aytyapmanki, meningki birinchi qasdlanishim mashadan ketgan bir g'uljilikninki, yangoyatlik o'zbek bolaninki, mushundaq meni qasdlab nima qilganlik uchunga ota-onamga mishta keldi dedim. Boshqalarning kirdi, ota-onasi Shvetsiyada o'qib chiqatdi. Meniki asli o'qib chiqatmoqchiki, o'sha Go'nganjidagi Ne'mat degan shu saqchining boshlig'i bizga uchurlar keldi, mishta deb opam dadamning ishini sudga adliyalarga topshirib beribdi. Men u boshqalarni bir nima deb yoki boshqa yurtliqlarni bir nima da'vat qayirib, o'zimning g'uljiligimni da'vatiman. Agar meningki qarindoshlarimning ichida qo'yin chiqsa, men oshkora qilaman. Shunga qarindoshlar, biz nurg'un nimalar keldi, nurg'un yerlardan bizni maslanga video ishildi, arxiv amber deb topildi. Buni Londondagi sotqa olib tashlab berdi. Londondagi sotniki men demasammi, o'zinglar bilasizlar qarindoshlar. Hech qanday bir amaliy kuchi yo'q, ammo Uyg'urni to'ntimiz debdi. Bo'pti.
Bununla ben meylemi deyli. Bu Uygur'unu tanıtınlar. Bu Uygur'unu tanıtmasanlar mı? Bak Şivisiye'deki bir küçük devlette Sevini'den Edin Efendi'ninki 1800 yılki bizden vatandan ahvallarını ekegen nesler cık. Şivisiye'ninki haritesinde bizninki vatanımızninki zimminli Öz Türkistan yani Şarkı Türkistan dep ayrım yazıqlıq. Sus qilib Şinjan dep yazıqlıq. Üstüde Öz Türkistan dep yoğan yazıqlıq. Bular bizninkini bilidi. Biz kaçangacha bölgünçilik, kaçangacha terrorizm, kaçangacha lager dep ötüp ketimiz. Biz birleşip bir to'g'ri yo'lni tutsak bo'lmamda. Men endi chiqib 2 yilga so'zlab qo'yganga top-toplarda yana bir yerlar meni mulay qarindoshlarim meni tillab yoki meni iliq andaq tuhmat chaplab uni buni qilib meni yuragimdan qirtib ma yo'ldan kirib ketamdikin demanglar. Meningki qanchalik qaysarligimni, mening ichimdan qanchalik kuchlikni eslatib bilmaydi ekansizlar. Men ajoyib jasoratga to'lgan bola. Men hech nimadan qo'rqmayman. Men qo'rqqan bo'lsam, hozir men kallamni esa qo'ltig'imni qisib chiqqandek chiqyapman. Mava Shvetsiyada balki 3 kungacha agar ash medianiki ma'qul desa, portlat chiqish xabar yuz beradi. Bu chaqda men shu maxsus TV qilgan chaqda, TVga chiqqan chaqda hamma narsani video qilib turib Facebook hammaga chaplayman. Shuningga qarindoshlar, o'zimizning kallasiga o'zimiz ega bo'laylik. Bu bir apaç resim konsoldan chiqib qoldi deganga, unda desanglar bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Mushu mana meshardagi bola pasportini elib, bo'ljiga berib turib, mana bizdek oilalarni qilyapti. Uning qaragancha u konsol o'g'lani qanchalik oilalarni vayron qilyapti qarindoshlar. Kallamizni ustalning ustiga qo'yib turib, savolning yo'g'ini qo'yib, nima uchun degan javoblarni, nima uchun degan savollarni qo'ysak, javoblar chiqdi. Pokiz yurayotgan qarindoshlarimiz bor. Nurg'un odamlarligi bu jasusluq bu vatanga millat bo'lgan qoyillikki rakisildek yamrab 80% egallab bo'ldi. Men bu yerga chiqib turib kar qilaversammi foydasi bo'lmaydi. Shuningga men nima uchun mishaga chiqib bu narsani qistirib o'tib ketaman, ota-onam deb chiqdim. Chunki men bularniki qandaqligini obdan bilaman. Shuningga qarindoshlar, hammanglar mushu Yevropa ellardagi parlamentning oldini bo'shliqni to'ldirishinglar kerak. Birsinglar bir kuni Belgiyada bo'lsa, bir kuni nimada Norvegiyada, bir kuni Gollandiyada, bir kuni Amerikada qilsanglar, bu bir xalq harakati safarbarligi bo'lsa, ammo Xitoyga bo'lgan besim texmi oshidi. Mushu siz bizningki ota-onamizningki besimida vatanda ashunga yo'lab turib qanchalagan qarindoshlarimiz chiqib oldi yoki siyosat azroq bo'lsa-mu biza bo'shab qoladi. Boshqa cho'ng ishni qilib bermasakmi? Cho'ng ishni qilayotganlar bor. Unda olsa qarindoshlar, hammanglar Xudoyimga omonat. Men namoyishimni qilib kirib ketay kechgan ishga chiqatdim. Mening semestrimning vaqtimi to'shdi. Asosiyatdan men endi namoyishni kunda qilaman, ammo uzun qilolmayman. Shunda 1 soatdan bo'ladi. Hamma qarindoshlar amal bo'linglar, o'ylashinglar. Boshqa hech nima qilolmasanglarmi bir shu ota-onanglar o'simi ega chiqinglar. Men taniydigan nurg'un qarindoshlar bor, ota-onasi begunoh yetib ketibdi. Meningmi yapti, men bu yerga chiqib o'ylab kar qilganim emas. Men aqlimni topdim, men to'g'ri yo'lga qaytdim. Men o'zimningki nishonini bildim. Men cho'qim ota-onamni qutuldirishim kerakligini bildim. Men qolgan narsalarga, temalarga naq maydon qilib turib kiraman. Kelaratilardan balki yana bir cho'ng tutga bir naq maydon qilishim mumkin. Men hozircha bir narsani azroq toplab onu bu yerden onu bir narsa jiqqan narsani bir ko'rib yetib, anglab yetib qilaman. Shuningga qarindoshlar, buningdan keyin bu yerda jiq to'xtalmayman jiq narsa to'g'risida. Men so'zlaydiganni so'zlab bo'ldim asosiyatdan. Hazm qilish, qilmaslik o'zinglarning ishi. Menga baribir. Shu.